Nega? Ben kirib chiqam. Aya! Nereden de aldı kirib chiqar shu aka? Pul dilidi qapka. Chiqqandan kimdi ilina? Ya, man qarang mana o'qna. Mo'sha qilib 50 tadan lise qilib bo'ldin jani bo'ldi. Odam. Vallahi mobalni. Xabarlashishga. Ukam. Xabarlashib ishlayapsiz. Aklingga. Nemish qatib ukam Davidingga. Ey, Baybay shirkti, to'g'ri ketay, Baybay. Ha. Mang. Kirib chiqing. Kir. Eleşmeye tepşimak diyen yapma. Ben bu Baybay şirketi, hey, bu Baybay diyen haberleşicilikte Jidong, Liantong, Wangtong, Kitong da pırmız tonlar bölündüğün şundak bu. Bu kay tonun bu gitti. Nemi bolsa, ben muşularla ançıvıcı bir devaldan bir gipim battı. Bugün ben buladın öte bir ton bu bakaya kandak kıldı ki ne? Of. Allah. Hey dünya. Nemi deganmi güzel. Aslı nihoyatda güzelken sen lekin hayatdan cho'zimga bir qismi ala ko'ringansan bu. Voy, endi bir qilinga qanday gapingiz bo'lsa aka bir mungdishay sizdan aldirmay bir. Keling aka, qo'yma kep qapsiz. Teknolojiga Yeniden tug'ilgandek bo'lib qoldim dana. Mo'shaning hammasi ma bizning mulozimatimizdan kelgandi. Ha, albatta shunday olmay. Bo'ldi ukam. Ondan bo'lsa biz ishni bitiraylik. Biroq qo'lingizni yuvasiz-da. Bu tozliqqa kirgandikin, qo'l yuvdig'ash bo'ladi-da. So'rash bizning endi odatimiz ukam. Xo'sh. Ketingizni aynak qarab torgansiz ukam. Sizga osmon qarab, qaraydigan o'xshamamsiz? So'rab qo'ydim. Ukam, bizning sularimiz ravonmikan? Nima deysiz? Suyimiz ravonmikan? O'ravam bo'lmay daryo ekan danga, daryo. Balla. Muzikimizning qaysi bormikan? Muzika? Ha? Vaytang, ashunda birninla bir qulqim kirgandek qilgan aytam. Bo'ldi. Anglagan bo'lsangiz bo'ldi-ku. Bo'ldi. Ondan bo'lsa men mushu qitim sizga qilgan mulozimatimingizdagi natija e'lon qilay. Sizning umumiy to'laydigan pulingiz jami 59 so'm 50 tiyin. 50 tiyin danga, 50 tiyin emas ukam. 59 so'm chekit 50 tiyin kom. Siz meni qirdan tushgan ko'rib qoldingizmi ya? Yo, taqtirqingizda bu shaharlik ziyoliyg'usiz. Bir qatam tozliqqa kirib chiqqanga 59 so'm chekit, 50 tiyin komlaringiz bor ekan, shunami? Ma'qul. Men sizga tushuntirib qo'yay ya. Bizning bu tozliq uyimizning cheki yetilgan va chinalari İtaliyaning. O'tirdigan yeri Germaniyaning. Suv churgisi Yaponiyaning. İçki saymaları Şirtaryan'ın. Qarab tursangiz, o'tdan mangancha, birinchi nomerlik, uchinchi nomerlik texamat. Ashtat kirgan. Oma emas, 5-nomerlik. Oma emas, hayırlik. Dal shuni kirdingiz ukam. Odatda bizning bu 5-nomerlik hojatxonamizga kirgan mehmonlar kirishdan bir hafta avval telefonda zakaz qilib etib, ondan keyin kiradi. Qarab tursangiz, zakaz qilmay o'dinga kiryapsiz. Zakaz qilmay o'din kirib haqi 10 so'm ukam. Yana kelibsiz muzikalikqa, ha? Muzikalikqa kirib oldingiz ukam. Siz vaqo qarang, Amerikaning jaz orkestri o'rinlagan hojatxona mening hayotim degan muzikadan hozirindi, ishingizni tutadingiz. Ya akam. Siz gapga da'vatgansiz deyman. Endi mush hojatxonalarni siz bilan bizning hayotimiz bo'lib ketdimi? Meshda ko'zni jumbalatda. Ukam, filmga kirishdan avval kutuga to'qotak, bulamay kelganingiz rostmi? Mayaga kirib qaytadan tug'ilganingiz rostmi? Shuning uchun siz 10 so'm pul to'laysiz. Muzikasidan oldingiz ukam. Ey, og'zim gap kel deb da'vatlanmoqchimisiz? Nima deysiz ukam? Nima o jaz paz degan nima o? Anglag'ini butunlay bir maz bir orkestrlar ekan bu. Ukam, endi mushunda o'rin açtaq biridan qo'yib qo'ymay, o'zimizning so'yimlik 13 kun muhamni qo'ysak bo'lamiz-da. Jaz muzika ukam bu. Ey, mayli qanda muzika bo'lishi qat'iy nazar. Menga yarmida gum quloqimdan yeb ketdi-ku. Mushuning hammasi sizlar uchun, qadrli xaridorim. Anglang ha? Hozir jamiyatning taraqqiyoti ayshib, kishilarning turmush ritmining tezligiga beqil.
yemek içmek odatlarimizda egiz-paslik bo'lib, nurg'un odamlarning ichi issiq bo'lib, qavziyatlar ko'payib ketdi. G'o'g'onni qo'ymasak, ishni g'o'g'on ishtigicha chiqibsiz emasmi? Men sizga qo'yay. Nima deyishingizni qat'iy nazar. Men hech qanday musiqa o'g'lamadim jumla qo'yay. İnovatsiz fikam. Abiyam Kristin avval siz men muzikasini olmayman degan bo'lsangiz, muzik degan ya'ni stop qilib o'tadi. Gapimga udilib kirib ketdingiz. Muzik play ketaverma, 10 so'm pulni cho'qib to'laysiz. Hey. Men tozliqqa kirib chiqdimmi? Yo 5 yulduzlik mehmonxonaga kirib chiqdim. Mana. Voy fikam o'zingiz bu qoyilib ketsiz bu. Farq yo'q aka. Haqiqatan farq yo'q ekan. Ya aka, sizning bu hojatxonangizdayman. O'zi qo'sh ayrim xonlar bor ekan. Bo. Yana o'zi qilaqcha. Ochta. Bir ishni chala qilsiz juma. Voy, fikam, yana qayerga qolibdi? Aka, ozroq pul chidabla. Tamoq chiqadigan qilmasangiz menda. To'g'ri. Odamga. Tasqimanglar bor. Bo'ldi. Tasqimanglar. Xo'sh. Endi bir o'taklaylik. Endi qaysi tur keldi deysiniz fikam? Tozliq qazdikan. Siz Fransiyada ishlangan Yeşil Hayat markalı import tozliq qog'ozdan ikki ishlatdingiz. Biri 5 so'm, ikki 10 so'm. Magapni. Ben aşırıvattınızmı o ya? Aşırmadım fikam. Bir tal tozliq qog'ozni basım qiladigan qayaning ishkavi? O'ziga import emas, Parijda ishlangan. Voy, Parij degan yenim. Siz tig'mini ishkini ishlab dedi otamsan? Ha, mana. Mush birini ishlatganligini o'zingiz ko'rdingizmi? Fikam, mushun ishlatganingiz rostmi? Rostmi? Qancha? Mana. Tepki degan gap. Amma zamush hayotim qepag'o. Manda xalaga birinchi qidim kirishim juma meni. Amma meni so'raydigan bo'ldingiz fikam. Jahon o'zgardi fikam. Salabitimizga loyiq qilib, xala pala degan nima gap bu? Hojatxonada bir chiroyli tursa hojatxonada otmamsiz fikam. Gap bor, har qanday narsa otashda. Tog' desangiz tog' satib qoldi. Bog' desangiz bog' satib qoldi. Jo'l deb qilsangiz tikandek ko'rindi. Hojatxonada peka qandaqlar ekan. Dana fikam hojatxonada ekan. Hojatxona. Hojatxona. Mehringiz bilan dana? Hojatxona. Mehringiz bilan dang. Hojatxona. Mehringizni demaydan. Hojatxona. Mehringizni demaydan. Hojatxona. Dalli. Bundan o'qiyapsan. Mana men shuni debman-ku. Xo'sh, bu bir katta fikam. Tilingizni keltirib oldim. Mandaq deysiz. Endi qolgan 29.50 ning hisobotini deb beray. Kirdingiz. Qo'lingizni 3 qatim yudingiz. Aynak qarab, chechingizni tarab, o'zingizni ko'rdingiz. Aynakdan va kayindagi ketayotgan xaridorlarni ko'rib oldingiz. Buni oyog'ingiz bilan esitchilarimizda u yoqdan bu yoqqa dastlab qacha ovoz chiqarayotganda sir, bu xaridorlarning aram xudo, va ish bitirishiga daxl etdingiz. Uningdan boshqa kirib, mushu yo'lda yana menga chiqdingiz. Kirish, chiqish, abiyamga hammasi 29.50, jami 59.50 bitdi fikam. Hey! Kirib chiqdingiz deysiz-ku. Chiqmay o'pirlarni qo'na qasam bo'lamsan-da? Yo'q, fikam. Mush sizga chiqsin deb yetib qo'ygan. Yasab qo'yganda shuning uchun amishagimni chiqishga ayrim munosabat to'laysiz fikam. Hey, chiqqanni pul oladigan qayaning ishga, jinim aka. Astagfirullah, xabarli chekilishaymi deydi. Bunchalik davlat tushamisin haqida tushunasiz fikam. Qarang, Selamünaleyküm. Leyden şeyşi, leyden gönca, şinşi, peylingden ayırıp alışılar o şurada mı değil mi? Ha? Hey, kızınan bir de aga. Bu işkisi iş bulsa. İşkisi iş. Lekin bir gapda. Ha? Xo'sh. Ben size bir de koyayım. Ha? Hojatxonalaringiz bor-ku. Qayt qadam bosadigan bo'lsam men deb qo'yajman sizga endi. Siz bu yerga qaytib qadam bosmayman desiniz, bir umr yemay ichmay o'tsangiz bo'ldi. Siz tushunsiz kerak-da. Jahon taraqqiyoti yalaq qilishni bu degan shahar. Shuning uchun sizlarda xaridorlar mulozamat qilishi biz bu shunday yuqori sifatli tozliq o'zini tayyor qildik. Hozir jahon taraqqilib, bak qo'ydigan o'rinning tayini bo'lmay qolsa-ku, qarang. Avtobusimiz bor hozir. Avtobusimiz bor hozir bizning shirkatning maxsus avtobusni to'xtatib qo'ydi. Siz eshak kirsiz, aka shundan uni olib tozitimiz aytayotganlar. Siz jiddiy telefon qilib, hojat qilib ketsa,
Zürriyet yapmasa telefoktan biz maşinayla o'tib oldingizga kelib, sizning hoshingizdan chiqamiz ukam. Bu degan davrdan ehtiyojimiz bor. Baba. Naytak muhtaham, qizil ko'z bir odam ekansiz. Ukam, tillima. Lekin menga salgan ruhiy besimning badiliga jarimanani to'lab, talada 5 kun, xolada 15 kun tutib qolmayli. Va pul lozimmi sizga? Pulni bermasangiz bo'ldi, ukam 59 50 dinni. Ekrana? Xoligingizni ilib, meni mang'ini bir qo'ying, mang'ini bir qo'ying. Mana. Axir men qapchodan shundami? Nekilam. Sizga pulingizdan kergi yo'q menga. Ammayna keting endi bu. Voy sizdan nima demoqchi? Qarasam siz xabarli shirkatda ishlayotgansiz. Mening osh berib ba'zi bir narsa tushirib olay deb atatib o'zingiz kelib qolibsiz. Mening demoqchi bo'lganim, sizlar bizni yaxshi qilyapsizlar. Lekin ba'zi vaqtlarda ba'zi bir ishlarni telefonda uqmoqchi bo'lsak, deydi. Voy bu gapni tushunib o'qsak, Uyg'urcha mulozimat kerak bo'lsa, ishkini yeysan. Avtomatik pul to'lamoqchi bo'lsangiz, ishni bersan. Oldin oyni surish demoqchi bo'lsangiz, 4 ni bersan. Ani qilmoqchi bo'lsangiz, 10 ni bersan. Mana qilmoqchi bo'lsangiz, 20 ni bersan. Hammani biz bu angoh kelganda kechiring, mulozimatimiz mag'lub bo'ldi. Hamma ishchigaydi shuning bilan vaqtim tegnab ketidamas bo'lsa. Bizning o'zimiz davlatimiz borda. Demakki bo'g'inim, biz bu oddiy odamlarga tushunish qilib, mulozimat qilgan oddiyroq qilib qo'ysanglar bo'lamdi deydigan taklifim bor-da, uka. Maqsadingiz mushmi deyapsiz? Mush yo'q. Uka. Yama chaqchaqni eg'ir qilgan odam ekansiz, jumasiz. Qo'ydim uka. Lekin gaplaringiz biroz o'rinli. Hozirroq aka, bizning xabarlash obutlarning ko'payishiga ergishib qolgan. Bizga tushadigan besimi yomon cho'q. Rast. Bizning qisman savalliklar albatta mavjud. Bo'ptirdi-ku. Lekin biz kundan kunga tuzishga tirishyapmiz. Rast, ko'ryapmiz. Sizda xalqimizning vaqo, mushta qimmatli taklif fikrlariga biz har vaqt muhtojmiz aka. Rahmat. Biz yig'ilib o'tirib qo'yapmiz. Buningdan kim bor? Bizning barliq obutlarimizning xabarlash ishlarining texnik ravon, texnik oddiy, texnik qulaylik bo'lishiga men chin ko'nglimdan kafolat berma, xotirjam bo'lasiz bu. Rahmat. Biz ishimiz chiqdi. Onu bo'ladi. Unda qilsa, adamga chiqishimni xato. Ya. Akani men 59 50 kom dedi. Qo'yinga va chiqqan bo'ldi. Bu chigidi bo'lsa, chaqchaq. Kirib chiqqan bu xalar 50 ting birni bo'lib ketdi. Xala emas. Hojatxon. Qo'yinga. Ya birdan. Mekroni nima bir davlat? Hojatxon. Hojatxon. Alloh. Aka, hamma to'g'ri tushunadingizmi? Ma'qul. Ya, qo'sh. Estağfurullah. Ne bo'lsa, chaqchaq aralash ba'zi fikrimizni deb oldik. Buning hammamizga foydasi bor. Shundoq qilib. Voy, ziqqa qilsa maqolaning suyini, hojatxona aramizning suyini tushirib atay.